Ayrim qizlar oynani oldiga borar ekanda hijob o'rab ko'rar ekanda, hijob yarashmagandek ko'rinar ekan o'ziga. Bu birinchisi. Ikkinchisi, o'sha katta bo'lib qoldim. Agar hozir endi hijob o'rasam, buni erga tekkisi kelibdi, erga tegish uchun hijob o'rayapti deb o'ylaydi odamlar derkanda, qanaqadir o'rashga uyalar ekanda. Agar qaysidir qizda shunaqa narsa bo'layotgan bo'lsa, birinchi o'rinda hijob chiroy uchun o'ralmaydi. Lekin sen hijobingni o'ra, Alloh yuzingga shunaqa nur bag'ishlaydi, o'sha hijobsiz holingdan ko'ra hijobda juda ham chiroyli bo'lasan. Ikkinchidan, biz odamlarning gapi bilan yashashni yig'ishtirishimiz kerak. Hijobning senga bitta zo'r plyus tarafi bor-da, bilasanmi nima? Qiz tug'ilganda xafa bo'lib, o'g'il tug'ilganda xursand bo'ladigan otalar bor-ku, o'shalar qiyomatda yordam so'rab, o'g'lim qani deb yurganda, sen o'z otangni qo'lidan ushlab, sekin jannatga kirib ketasan. Mana shu sen uchun eng katta g'alaba deb o'ylayman. Qat'iyatingni ushlada, bugun kechasi niyat bilan uyingga kirib, ertaga ertalab hijobing bilan ko'chaga chiq.